Oq jo'xori. Ikkinchi darajali issiq, birinchi darajali quruq mijozli ozuqa. Energiyaga boy, tanaga harorat va faollik beradi. Hazmni yaxshilab, ichak mikroflorasini boyitadi va yo'g'on ichak rakini oldini oladi. Qonda shakarni normallashtiradi. Kvarsetin degan moddasi borligi uchun qariganda xotira yo'qolishi, Alsgeymer kasalligini oldini oladi. Qonni ko'paytiradi, yurak kasalliklari, depressiyalar, asabga yaxshi. Qaynatilgani ushbu holatlar bilan birga ko'z uchun juda a'lo. Sovuqdan kasalliklarga shamollash, qo'l-oyoq muzlashi, sovuqqa chidamsizliklar iliqlik berib, qon aylanishini tezlatib davo bo'ladi. U qon ivishini kuchaytiradi. Qon ketishlarda tavsiya etiladi. Ehtiyotkorlik tomoni esa qon bosimi borlarga, qandli diabetlar yemagani ma'qul va uni quruq, issiq mijozli odamlarda tanaga quruqlik keltirib, lablarni yoradi, chanqatadi. Isitma bo'lsa kuchaytiradi. Issiqda boshni og'ritadi, ich qotadi. Burun qonaydi. Homiladorlar ko'p yesa agar bachadonni qo'zg'atadi. Shuning uchun bunday paytlarda qovun, bodring, limon kabi sovuq mijoz ozuqlar bilan yeganingiz yaxshi. Bundan tashqari oq jo'xorini qaynagan bug'da pishgan taomlarga qo'shib ishlating. Iste'molingizga e'tiborli bo'ling, salomat yuring.